Tinchlik, xotirjamlik. Yorqin shu'la tarqadi. Hayo o'zini erkaklardan iborat uzun saf orasida turganini ko'rdi. Ular sukut saqlagancha harbiy kiyimdagi bir odamning gaplariga quloq solib turishardi. Harbiy esa ularga baland va keskin ovozda nutq so'zlardi. Siz vatanimizning eng sara yigitlarisiz. Siz vatanimiz dushmanlariga qarshi turadigan temir qalqonning bir bo'lagi bo'lish uchun tanlab olindingiz. Bir necha hafta ichida eng jirkanch yo'l orqali tinchligimizga rahna solishni rejalashtirayotgan dushmanlarimizga qarshi kurashishga tayyor bo'lasizlar. Hayo atrofidagi erkaklarni shijoatlantirishga urinayotgan harbiyni indamasdan eshitib turdi. Uning atrofidagi erkaklarning bari endigina 20 yoshlarni qarshilagandi. Harbiy nutqini quyidagi so'zlar bilan yakunladi. Ana endi kazarmalaringizga boringlar. Ertadan harbiy tayyorgarligingiz boshlanadi. Erkaklar jo'r bo'lib kuylagancha o'zlariga yaqin bino tomon shahdam qadamlar bilan yo'l oldilar. Hayo ham ularning harakatlariga taqlid qilib hayron bo'lganicha ular bilan birga jo'nadi. Osmonni quyuq bulut qoplagan, yer esa suvga to'yingan, hamma yoq loy. U yer bu yerda ko'lmaklar paydo bo'lgan. Bir necha kundan beri yomg'ir quyganga o'xshar, quyosh esa qop-qora quyuq bulutlar orasida chiqishga yo'l topolmayotgandek go'yo. Hayo yurish davomida qoqilib yerga yiqilib tushdi. Yiqilgan paytida ko'lmakchalardan birida o'z aksini ko'rdi va o'zini xuddi atrofidagi yigitlar kabi ekanligini angladi. U o'zining erkaklarga o'xshash qiyofasiga tikilganicha joyida o'tirib qoldi. Bu o'ychanlikni ortidan kelgan kuchli hayqiriqqina buza oldi. "Hoy yangi askar, nima qilyapsan?" Hayo dovdiraganicha o'rnidan turdi va harbiy kiyimidan loyni artib, "Hech narsa, janob", deb javob qaytardi. Rota komandiri formasini kafti bilan tozalayotgan Hayoga keskin qaradi. Keng yalanglikda Hayo bilan komandirdan boshqa hech kim qolmadi. Komandir keskin ohangda Hayoga baqirdi: "Formangni yech." Hayo talmovsirab: "Nima?" Komandir baqirdi: "Bir gapni qayta takrorlamayman, askar." Hayo komandirning o'shqirishidan qo'rqqanidan bir deganda kiyimini tepa qismini yechib, loy bo'lib yotgan yerga uloqtirdi. Lekin komandir unga yana baqirdi: "To'liq yech." Hayo harbiy libosining qolgan qismini ham yechdi. Ustida faqat ichki kiyimlari qoldi xolos. Komandir Hayoning kiyimlarini yerdan oldi. "U libosga loyiq bo'lguningga qadar shu yerda qolasan." Qahraton sovuqning muzdek nasimlaridan qaqshab, yelkalarini quchoqlab olgan, Hayodan uzoqlashayotgan komandir gapiga qo'shimcha qildi: "Qimirlashni xayolingga ham keltirma. Aks holda snayper seni turgan joyingda otib tashlaydi." Hayo ortiga qaragan ediyamki, miltig'ini u tomonga qaratib turgan askarni ko'rdi. Tun cho'kdi. Havo battar sovidi. Boyagi nasimlar badanini chaqadigan shamollarga aylandi. Bu ham yetmagandek kuchli yomg'ir quyib, loyning namligi ortib, balchiqqa aylanay dedi. Hayo jismida his qilayotgan alamli sovuqqa qaramay turgan joyidan jilmadi. Hayo qimir etmayotgan bo'lsa ham panada turgan askarga qarab turardi. Askar miltig'ini Hayoga qaratganicha papirosini tutatib, uni kuzatib turardi. Tun yarimlaganida Hayo madorsizlanib yerga quladi. Lekin u hushini yo'qotmadi. So'ngra zo'rg'a bo'lsa ham tizzalab o'tirdi va o'zini quchoqlaganicha isinishga urinib qo'llarini badaniga ishqalay boshladi. Atrof zim-zimiston. Osmon ham qop-qora, qalin bulutlar tufayli qorong'u. Hayoning ko'ziga panadagi askarning ora-sirada chekayotgan tamakisining cho'g'idan boshqa nur ko'rinmasdi. Bir payt uzoqroqda joylashgan binoning tepasidan Hayoning yuziga projektor nuri tushirildi. Ko'zlari qamashgan Hayo yuzini berkitish uchun kaftlarini yuqori ko'tardi. Hayoning yuziga tushib turgan projektor yorug'i bir muncha vaqtdan keyin o'chdi. Hamma yoqni yana zulmat qopladi.
Taqriban yarim soatlar o'tgandan keyin Hayoning qulog'iga panaydagi askarning nimadir deyayotgan ovozi eshitildi. U yuqoriga ko'tarilayotgan boshqa bir odamga gapirayotgandi. Hayo bu shaxs navbat almashish uchun kelgan boshqa snayper ekanini angladi. Avvalgi snayper vazifasini yangi kelgan snayperga topshirib, tepadan tushdi va Hayo tomonga yura boshladi. Snayper Hayoning yonidan o'tib ketayotganida hech qayerga alanglamasdan, joyida to'xtamasdan quyidagilarni aytib shivirladi. Komandir irodangni sindirishiga yo'l qo'yma. Bu so'zlar lo'nda bo'lsa ham Hayoni yanada bardoshli bo'lishga undadi. Yomg'ir tindi. U tinishi bilan boyagi projektor yana yonib, kuchli oppoq nur tizalab turgan Hayoga qaytadan tusha boshladi. Bu nurni bir erkakning soyasigina kesdi. U Hayo tomonga og'ir qadam tashlab yaqinlashdi. Soya sohibi Hayoning oldiga yetib kelgach, unga formasini irg'itdi. Ana endi kazarmanga qaytsang bo'ladi. Hayo indamasdan formasini oldi. Anavi odam esa kelgan joyiga qaytib ketdi. U uzoqlashar ekan, Hayo formasini kiya boshladi. Kiyimini kiyib bo'lgach, qolgan askarlar boya kirib ketgan joyga, kazarmaga chayqalib yurib bordi. Kazarmaning eshigini ochib, ichkariga kirganida qator qilib joylashtirilgan karavotlarga to'la keng joyni ko'rdi. Karavotlarning bittasidan eng oxirgisidan tashqari hammasi to'la edi. Ularda askarlar uxlab yotardi. Hayo buni ichkariga bir necha qadam tashlab kirganida payqadi. Hayo o'sha joyga bordi-da, o'zini shartta qarshisidagi kichkina karavotga tashladi. Holdan toygan bechora Hayo bir necha soniya o'tmasdan chuqur uyquga ketdi. Bu shirin uyqu yelkasidan turtib uni uyg'otishga urinayotgan odamning ovozidangina buzildi. Tuzukmisan? Hayo bir ko'zini ochib, zo'rg'a boshini ko'tardi. Nima? Haligi odam jilmaydi. Hech narsa. Hozir dam ol. Ertalab gaplashamiz. Hayo unga javob qaytarmasdan yana uyquga ketdi. Bomdod kirib, zim-ziyo ufq uzra nur yoyilmasdan oldin ofitserlardan biri kazarmaga kirib, bor kuchi bilan baqirgancha uyqudagi askarlarni uyg'ota boshladi. Hamma cho'chib uyg'ondi. Tabiiyki, ularning orasida Hayo ham bor edi. Askarlar darhol o'rnidan turib, bir qator bo'lib saflandi. Hayo ham ular bilan birga saf tortdi. Ofitser ularning yonidan o'tarkan, kuchli va keskin ohangda quyidagilarni aytardi. Bugun biz bilan o'tkazadigan 3 oylik muddatingizning birinchi kuni. Tez orada qurol ishlatish, o'zini himoya qilish, buyruq olish kabi narsalarni o'rganib olasiz. Bulardan ham muhimrog'i haqiqiy erkak bo'lishni o'rganasiz. Hayo shu kundan boshlab tongdan kech kirgunga qadar og'ir mashqlarni bajara boshladi. Hayo tunda qattiq charchab kelar, kuniga faqat 2 mahal ovqatlanishgani uchun mana shu paytlardagina askar do'stlari bilan suhbatlasha olardi. Kunlari o'tgan sayin Hayo suhbatlardan bu askarlarning davlatning tinchligiga xavf solayotgan dushmanga qarshi kurashish uchun tayyorlanayotganligini fahmladi. Lekin Hayo bu askarlarning qaysi millatdan ekani-yu, ularning jug'rofiy jihatdan joylashgan yeri qayer ekanini bila olmadi. Barcha narsa mubham edi. Voqealar tez suratda o'tib borardi. 3 oylik tayyorgarlik nihoyalanib qolganida Hayoning qudrati ortib, kuchli harbiy salohiyatga ega, yengil qurollar bilan nishonni bexato ura oladigan mohir merganga aylandi. Tayyorgarlikning so'nggi kunida otryadga mas'ul ofitser bitiruv marosimida atrofida yig'ilgan askarlarga qarata nutq so'zladi. Bitirishingiz sharafiga bugun birinchi nishoningizni olasiz. Bu yutuqdan faxrlanishga haqlisiz. Vataningiz sizga qilgan mehribonligini qaytarishingizni kutmoqda. Vataningiz uning sha'nini yuksaltirishingizni, tinch omonligiga hissa qo'shishingizni kutmoqda. Askarlar xursandchiligidan hayqirdilar. So'ngra birin-ketin minbarga chiqib, ilk nishonlarini qabul qilib oldilar. Navbat Hayoga yetdi. Hayo beshafqat, qahrli yuz bilan ofitserning qarshisiga turdi.
Ofitser tabassum qilib gap boshladi. Sen to'g'ringdagi kutuvlarimni puchga chiqarib, suv toshga aylanishi mumkinligini isbotlading, askar. Hayo chest berib, askarlik qasamyodini baralla aytarkan, ofitser uning yelkasiga bitiruv nishonini qadadi. Askarlar tarqab, kazarmada harbiy qarorgohdagi so'nggi kunini nishonladilar. Bayram avjiga chiqqan paytda askarlardan biri Hayoning oldiga kelib, nihoyat merganligingni yog'och bo'laklariga emas, tirik odamlarga qo'llayotganingni ko'rarkanmiz, dedi. Hayo qovog'ini chimirgan holda miltig'ini tozalar, yuzi ham butunlay his-tuyg'ulardan xoli edi. Farqi yo'q, nima bo'lgan taqdirda ham nishonimni xatosiz uraman. Askar maynavozchilik qilib, joni borlar harakatlanadi, yuguradi. Hayo miltiq stvolini puflab, bu ularni ovlash zavqini yanada oshiradi xolos. Yana bir askar suhbatga aralashdi. Qo'mondan seni hujumga tashlaydi deb o'ylamayman. U seni hujumimizdan qochayotganlarni ovlaydigan snayperlar guruhiga qo'shsa kerak. Hayo miltig'ini ko'tarib, uning nishonga oladigan joyidan qaragancha, vazifam qanday bo'lishidan qat'iy nazar qo'mondonning buyrug'iga bo'ysunishdir. Oradan bir necha kun o'tib, otryad tunda qo'mondonning buyrug'i bilan o'zining birinchi harbiy amaliyotini bajarish uchun yo'lga chiqdi. Amaliyotning vazifasi unga mas'ul ofitser aytganidek o'rganib yo'q qilish edi. Ofitser otryad a'zolariga bir kichkina qishloqdagi uylarni ishg'ol qilishni buyurgan bo'lsa, snayperlar guruhiga o'z joylarini egallab, tunda ko'rishga imkon beradigan miltiq nishonlari vositasida qochishga uringanlarni yo'q qilishga buyurdi. Hayo ham mana shu snayperlardan biri edi. Darhaqiqat, qo'shin hujumga o'tib, uylarni ishg'ol qildi. Atrof birpasda o'q ovozlari-yu odamlarning qiy-chuviga to'ldi. Snayperlar esa miltiqlarni mahkam tutganicha barmoqlarini tepkida ushlab, bu qirg'indan qochmoqchi bo'lganlarni kutib turardi. Bir necha daqiqadan keyin miltiq nishonlarida qirg'inbarot qochayotgan odamlar ko'rina boshladi. Snayperlar taraddudlanib o'tirmasdan ularni bitta-bitta ovlay boshladi. Hayo ham og'zida saqich chaynagan kuyi qochqinlarning qoq peshonasini mahorat bilan nishonga olardi. Qo'mondon tirjayganicha Hayoga gap qotdi. Sheriklaringga ham ozginasini qoldir. Hayo miltig'ini nishonidan ko'z uzmasdan uni o'qladi. Xavotir olmang janob, qochoqlar hali ko'p. Askarlar uylardagi odamlarni o'ldirishda, snayperlar esa qochqinlarni ovlashda davom etdi. Bu qirg'inbarot faqat tong yorishganda qo'mondon ratsiya orqali barcha hadaflar yo'q qilinganini xabarini olgandan keyingina to'xtadi. Qo'mondon snayperlarga narsalarni yig'ib qishloqqa tushishini buyurdi. Snayperlar guruhi g'alabadan sarxush qo'mondonning ortidan ergashdi. Qishloqqa kiraverishga yaqinlashganlarida kimlarni ov qilganlariga guvoh bo'lishdi. Bu manzarani ko'rib, Hayo karaxt bo'lib qoldi. Hayo o'liklar orasida tahdid solishi mumkin bo'lgan birorta ham odamni ko'rmadi. Qurbonlarning bari ayollar, bolalar va qariyalardan iborat edi. Orasida bir dona ham erkakni, hatto qurol yoki xavf tug'diradigan asbob ko'targan kimsani ham ko'rmadi. Karaxt ahvolda yurib ketayotgan Hayo yerda yuztuban cho'zilib yotgan jajji qizchaga ko'zi tushib to'xtadi. Hayo qizcha uning otgan o'qidan o'lganini angladi. Chunki uning qoq peshonasiga o'q tekkan bo'lib, o'sha joydan qon oqib yotgandi. Qo'mondon Hayoning jajji qizcha jussasi oldida to'xtab qolganini payqadi. So'ngra unga burilib so'radi: "Senga nima bo'ldi? Nega to'xtab qolding?" Hayo qizchaning jussasi oldida tiz cho'kib, "Nega bu begunohlarni o'ldirdik?" dedi. Qo'mondon masxaromiz ohangda dedi: "Sen aytayotgan bu begunohlar terrorlarning eng xatarli manbasidir." Hayo ko'zda jiqqa yosh bilan qizchani o'pdi. Qarasa, qizcha mitti qo'lchasida binafsha gulini ushlab turgan ekan. Qo'mondon qovog'ini solib o'shqirdi: "Bu jasadni oldida hali ko'p qolamizmi?" Hayo ko'zlarini yumdi. "Yo'q, men ketaman."
Binafshadan yorqin shu'la chiqib, hamma yoqni qamradi.